Bismillahirrahmanirrahim. İnnallâhe işterâ minel mu'minîne enfusehum ve emvâlehum bi enne lehumul cennet. Allah müminlerinin canları ve mallarını cennet bedeliga setip algan degan ayet bilen yaşagan müminler her kuni yeni bir ibret cedvelini o'tirg'a qo'yatdi. Her bir urush, her bir g'azot, her bir atrat ve her bir can seferleri bu cedvelini toldurgan bir siziq, bir şam, bir nur ve bir rang bo'ldi. Raj'i vaqasimo mana bu cedvelning eng dahshat örneklerinden faqatli birisi xolos. Raj'i vaqasi so'ygan kishining so'yguni uchun jonni pido qilishida namunulik bir dastondir. Raj'i vaqasi qabilalarga muallim sifatida avatilgan bir guruh sahobaning mecburi qatnashib qolgan urushi bo'lib, pidokorlik to'g'risida har birimizga xuddi pidokorlik san'atidek yuraklarni titirtib o'tadigan tangdossiz dars berdi. Izzat, kuch-quvvat, zulmat, pidokorlik, iymon, ixlos, sevgi, aşk ve muhabbatning nima ekanligi va qanday bo'lganligini bu vaqada ochiq ko'ra olamiz. Shuning bilan birga haq va haqiqatga ishonish va taslim bo'lishning insonni qaysi holga akildiganligi, nimalarni qaysi shaklda pido qilib, nimalarga erisha oladiganligimizni ko'ra olamiz. Bu kitobda sahobalarning iymoni, ixlosi, qat'iyligi, axloqi, muloyimligi, savrchanligi, qahramonligi, qisqacha qilib aytganda Allah ve Rasuliga, Qur'on ve sunnatiga ve İslamga bo'lgan vafodarligi ixcham tushuntirilgan bo'lib, har bir musulmon yoshning kuchlik e'tiqod, jasorat va tavranmas iroda egisi bo'lishida yaxshi hamroh bo'la oladi. Bu kitobning tarjima qilinishi sahobalarni o'rnak qilib yashashga tirishayotgan aziz xalqimiz uchun qimmatli sovg'a bo'lg'isi. Ulug' Allohdan xizmatimizning manfaatli bo'lishini tilaymiz.